32 talikni pulida 43 talik televizor beraman. Nimaga unaqa davomli olib keling yaqinroq. Ko'rayotganingiz Besta 10H modeli 199 ming so'm sotilayotganiga boshqa do'konlarda do'konning logotipini ko'rsata olmayman, hurmatsizlik bo'ladi. Endi 43 talik televizor ko'ring, olib keling yaqinroq. Ko'rayotganingiz Besta 10H modeli 43 talik 199 ming so'm. Xolasiz Besta oling, xolasiz 43 talik Skyward oling, farqi yo'q. 199 ming so'mdan bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Endi naqdga narx qizuv bo'ladigan bo'lsa 1 ming so'm qo'yardim. 70% skidkada. Liboy do'konni aylanib, solishtirib ko'ringlar, bunaqa narx topa olmaysizlar. Agar topadigan bo'lsangiz, shu televizor sizga tekinga berib yuboriladi. 36 litrli Artel pechimiz 3 yil garantiyasi bor, 79 ming so'm qo'yardik sizlar uchun. Naqdga narx qizuv bo'ladigan bo'lsa, 799 ming so'mdan tanlab chirtib olib ketsanglar bo'ladi. Aksiya muddati chegaralangan, tugab qolgandan keyin menga yetmadi, yolg'on ekan, bo'lmagan gap ekan degan gaplar kerak emas kommentariyada. Kelasizlar 16-dan 22-gacha Texnosit do'konini xohlagan filialiga kelib, bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Videoni bo'lsa, yaqinlarga, qadrdonlarga tarqatib qo'yadigan joyi. Xullas, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz.